Assalomu alaykum sizlar bilan men software bek sizlar bilan birgalikda Zelt Launcher'da kontrolini keyin modlarni yuklashni o'rgatib o'taman. Hop. Birinchi o'zi Zelt Launcher qayerdan yuklaymiz? Uni Google'ga kirasiz. Zelt Launcher 2026 APK deb yozasiz. Chiqadi. Chiqqanidan keyin yuklab olasiz. Keyin fayllarga kirib, fayllarda APK ga bosib yuklab olasiz. Xullas, videomizga qaytsak. Mana nastroyka qilish. Men nastroykam mana shunaqa. Mana. Hop, mana shu yerda hamma qoladi. Keyin mana ko'pchilik nastroykasini qanaqa kontrol qilishni bilmaydi ekan. Mana nimaga kirasiz. Keyin uni pilishni bosasiz. Keyin mana shu yerda xullas nomiga bir любой narsani yozaverasiz. Bir tayyor deb qo'ydi. Ana. Endi kirasiz. Buni tahrirli yo'q. Bu deb yozib qo'yadi. Marketda hop. Keyin xullas mana keldi. Keyin editni bosasiz. Mana men nastroykam shunaqa. Mana shunaqa любой narsa qo'ya olasizlar. Men o'zimga shu yoqadi. Bu nastroykani tashlab qo'yaman. Yo'qolib tur. Bitta chiqamiz. Shunaqa o'rgan oldilar uni. Akkauntim aytdim. Plus offline akkaunt chiqib ketaveradi. Keyin anaqa yuklash. Mana yuklaysiz. любой bor. Yuklab mana. Bu meniki. Endi hammaga qiziqarlisi. Ya'ni modlarni qaydan olasiz desalar. Hop. Men modlarni mana maytdan olaman. Hamma shuncha modlar bor. Hozir internet juda yaxshi emas. Ana resource pack. Ko'pchilikga kerak bo'ladigan resource packlar. Hozir ana bo'ldi. Men sizlarga buni tavsiya qilaman. Bu emas. Buni tavsiya qilaman. Normalniy degan hozir chiqadi. Sunset xullas o'zingizlar bilasizlar. Keyin bu maytda alze modsam bor. Ko'p narsalar bor bu yerda. Keyin mana shu yerda modlar bor. Quick skin, virvalo deganlari. Bunaqa reverse map deganlar. World ili shaderlar ham bor. Hop, shader mana normalniy solasam bor. Solas maslahat beraman, u oladi. Ikkalasini umuman tortmaylar, chunki u menga kelsa. Birovdan Xudoybekda internetlarni, Wi-Fi'larni, internetlarni o'chirib turasizlar. Hop. Amaga xayr, sizlar bilan men o'zbekman. Software bek bo'ldi. Men kontrolimni tashlab qo'yaman.